Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz hozir Anvar akani oldiga keldik. Anvar aka bugungi forumda bugungi sesiyada qatnashyapti. Anvar akaning o'zining tovarlari bu chesta, toza, kojali mahsulotlar, bular rimellar, kashaloklar va sumkalar. Hozir biz Anvar akadan to'liqroq ma'lumot olamiz. Bizni o'quvchilarimiz yoki o'zimiz uchun bu tovarlarimizni marketplacelarda Amazon, Wildberries, Yandex marketlarda sotishimiz uchun bu yoq tomonidan qanaqa imkoniyatlar beriladi? Anvar aka, bizda tushuntirib o'tdim, bizda o'zimizning учебный sentrimiz bor. Bizda gohida o'quvchilarimiz so'rashadi, bizga qanaqa tovar sotgan ma'qulroq deydi. Chunki biz bilamizki, hozirgi paytda toza charm mahsulotlariga продажа har doim yaxshi bo'lgan. И offline rynokda, и onlayn rynokda. Xo'p. Sizni fabrikangiz tomonidan mana bu mahsulotlarga dokumentlar beriladimi? Albatta beriladi. Har bir mahsulotimizga biz sertifikat pressimizni qilib bera olamiz. Bizda hozirgi paytda biz tovarni sotamiz. Masalan, bizni o'zimizdan muhtaram tovarni sotishadi. Biz reklamaga boshlanishiga millionlab rubl sarflaymiz, чтобы topda chiqib olish uchun. Keyin topda chiqqandan keyin bizda asosiy problema kelib chiqadi-da, muammo kelib chiqadi. Tovar qolmay qolish ehtimoli bo'ladi-da. Masalan, biz o'zimiz Sadovatdan, Nijniy Varotdan, Xitoydan olib kelamiz. Xitoyda endi arzon dastavka bo'lgan paytida uzoq bilan 25 kunda keladi tovarlarimiz. Endi tasavvur qiling, tovarimizni million ko'tarib qo'ydik. Kuniga 3000-4000 sotilyapti va tovar tugab qoldi. Va biz kutishga majbur bo'lamiz. O'shanaqa holatlarda biz katta yo'qotish qilamiz. Mana shunaqa holatda sizlar tomoningizdan qanaqa dastavka yo'llari tizimi yo'lga qo'yilgan? Tovaringiz oxiri bormi, yo'qmi? Chiqarib berasizmi qolgan kolleksiyani? Bizda xom yoshlar ba'zilarimiz juda ko'p. Biz asosan Turkiyadan olib kelamiz va keyin O'zbekistonda ichki bozorda o'sha ishlab chiqarayotgan tabiiy charmlar bor. Yetkazib berishga kelsa, hozirgi kunda menimcha logistik tomondan hech qanaqa muammo yo'q.